kunda uchrayotgan, bizda rosa ko'p kelishadi klientlar, eng kattalar sentr bo'lgani uchun. Тазобедренный sustavdagi ko'ks artroz. Mana тазобедренный sustavni yemirilishi va ichkariga kirib ketadi, yemirilib. O'sha narsa asosan bolaligidagi displaziya tuzalmagandan yuzaga kelar ekan. Ya'ni o'sha paytda mas'uliyatsizlik bilan qaralgan yoki e'tibor berilmagan. Bizda o'zbekchilikda faqat kelin boshligini, yosh kelin bo'ladi, birinchi bolasini tug'adi, to'g'rimi? Ko'pincha o'sha birinchi, ikkinchi bolachalar displaziyasi davolanmagan bo'lib qolib ketadi. Nimaga deganda, eng muhim narsa hammani ishini qilib, qaynona-qaynonataga, oilaga qayri-singil balobatlar ish qilib, keldi-ketdiga ugaziz qilish kerak. Voqlik turib ko'cha hovli supur, narsa pishir, hammani anaqa qil, bolang eng oxirgi o'rinda bolang. Tushundinglarmi? Voy biz ketmaga tug'ib katta qilganmiz, bittasini katta qilish qiyin ekanmi? Voy muncha doktorga boraverasiz, doktor mehil dorini yozaveradi, u zarar. Doktorsiz katta qilganmiz biz, deyishligi mumkin-da, shunaqalar deb, shunaqa deyilgan. Hozir endi ancha odamlar o'zgarib, sal zamonaviylashib qoldi. Lekin mana hozir bizga kelib, lecheniyaga kelayotganlar uje mamutga protezlar qo'yilib bo'lgan yoshlar keladi-da, 30-40 yosh. Uje mamutda protez turibdi. Ana imенно o'sha 30-40 yoshli chaqaloq bo'lgan paytda juda ham tizim yomon bo'lgan qaynona kelin. Kelin poshshalarning tizimi juda ham yomon bo'lgan.